Marhamat, janob. Xush kelibsiz. Janob Dian, Huddiyat loyihasiga sarmoya kirish haqidagi shartnoma. Shuningdek, o'z uyingizdagi o'zgarishlarni ham ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Men rais sifatida buni tekshirishim shart emas. Bu aniq. Ishonchim albatta komil. Lekin janob Dian hozir Qaror qilib bo'ldim. On yil bo'ldi-ya. Nihoyat qaytdim. Voy, chiroyliligini qara. Xola, bu qimmat mashina. Voy, bu qaysi shamollar uchirdi? Van xola, chao xola, yangi yilingiz bilan. Lihu omadli. Qo'llarini qarang, brilliant uzuklar. Bizni ham unutmabdi. Yordamingiz uchun rahmat, qishloqdoshlar. Odamlar har xilda. Ba'zilar pul to'la hamyon bilan qaytsa, ba'zilar yirtiq sumka bilan qaytadi. Wang Shen. Ko'rishganimizdan xursandman. Sen o'zi kimsan? Bu axir sinf sardorimiz Yago emasmi? Shuncha yillar o'tdi. Ko'rinmay ketding. Ishlaring yaxshimi o'zi? Lihui, senmisan? 10 yil bo'ldi-ya ko'rishmaganimizga. Qara, vaqt tez o'tyapti. Oilang qanday? Yaxshimi? Hamma seni chet elga ketgan deganda, o'zgargansan deb o'ylagandim. Lekin afsuski, o'zgarmabsan. Seni va Xavni tashlab ketganimdan xursandman. Aks holda qishloqqa qochib uyalgan bo'lardim. Har holda bir necha yil yaxshi bo'laylik. Bunday. Kim senga yaxshi bo'lgan? Sen shunchaki men bilan bir necha yil yurgan shirin itsan. Umringda oqqush go'shtini yeb ko'rganmisan? Ustingdagi kiyimni qara. Menda esa stupka ham bor. Nima? Men haqmanmi? Men senga o'sha katta shaharga borma degandim. Menga qara. Menda mashina bor, uy bor, katta shaharda yashayman. Ishlarimni bajarish uchun tashqariga Benz bilan chiqaman. Senchi o'sha non tashiydigan aravang bilanmi? Qanday sharmandalik. Hammaga ham insof bersin.